Yer va mol-mulk solig'i bo'yicha SMS xabarnoma shakllandi. Endi shu SMS orqali siz qancha soliq to'lashingiz kerakligini bilib olishingiz mumkin. Har yili soliqlarni to'lash to'g'risidagi to'lov xabarnoma sizga SMS shaklida yuboriladi. SMSda batafsil va to'lash tugmalari bor. Batafsil tugmasini bosish orqali to'lov xabarnomasini, ya'ni maydon va kadastr qiymati, soliq stavkasi va summasi, soliq organi va mas'ul xodimning aloqa raqami haqidagi ma'lumotlarni yuklab olasiz. To'lash tugmasi esa soliq mobil ilovasini ochadi. Ilova o'rnatilgan bo'lsa, to'lovni tez va oson amalga oshirasiz. O'rnatilmagan bo'lsa, ilova yuklab olinadi. Maydon yoki summada farq bo'lsa, kadastr idorasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Imtiyoz olish huquqingiz bo'lsa, may.soliq.uz orqali yoki soliq organiga asoslovchi hujjat taqdim etishingiz lozim bo'ladi. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini teng ulushlarda yarmini 15-aprelgacha, qolgan qismini 15-oktyabrga qadar to'lashlari belgilangan. Eslatib o'tamiz, SMS faqat Soliq.uz manzilidan, Perfectum abonentlariga esa 6079 raqamidan yuboriladi. Boshqa manzildan yuborilgan soliq qoid SMSlar soliq organiga tegishli emas.